Yodingizda bo'lsa, shaftoli barglari SPF, ya'ni quyoshdan saqlovchi xususiyatga ega ekanligi haqida aytib o'tgandik. Sizga va'da qilganimizdek, shaftolining yana top 6 foydalari haqida gaplashamiz. Shaftoli birinchi navbatda tinchlantiruvchi ta'sirga ega. Shaftoli bargi choy sifatida ichilganda asab tizimini tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi va stressni kamaytiradi. Ikkinchi foydasi hazmni yaxshilaydi. U ovqat hazmini yaxshi ta'minlab beradi, qorindan bo'lishi va ich qotishini kamaytirishda yordam beradi. Uchinchi foydasi teri muammolarini kamaytiradi. Shaftoli bargidan tayyorlangan damlamalar yoki sovutilgan qaynatmalar toshma va ekzemaga qarshi ham ichki, ham tashqi vosita sifatida ishlatiladi. To'rtinchi foydasi yengil surgi xususiyatiga ega. Shaftoli bargi ichak faoliyatini rag'batlantiradi, yengil surgi sifatida foyda beradi. Beshinchi foydasi detoksikatsiya, ya'ni tozalash xususiyati. Organizmdagi toksinlarni chiqarishga yordam beradi, buyrak va jigar faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi. Va nihoyat 6-foydasi yengil isitmani tushiradi. Xalq tabobatida shaftoli bargi qadimdan isitma tushiruvchi vosita sifatida qo'llab kelingan. Aytgancha, shaftolining gijja tushiruvchi xususiyati ham bor. Bu haqda albatta eshitganingiz aniq. Ammo unda qanday qo'llanilishi haqida bilishni istasangiz, izohlarda kerak so'zni yozib qoldiring. Bu haqda albatta alohida kontent tayyorlaymiz. Hozircha yuqorida aytilgan xususiyatlar uchun qo'llash tartiblarini bilib oling. Bolalarga 1, kattalarga 2 choy qoshiq quritilgan yoki ho'l holatdagi shaftoli bargini 1 stakan qaynagan suvga solib 10-15 daqiqa damlab ichiladi. Ushbu damlama kuniga 2 mahal ertalab va kunduzi kuni, ya'ni tushlik payti och qoringa yarim stakandan ichib boriladi. Davolash muddati 21 kunni tashkil etadi. Ushbu damlamalar tashqi tomondan ishlatilganda qaynatmasi bilan yuviniladi yoki kompress ham qilib boriladi. Shu o'rinda eslatma: homilador ayollar, emizikli onalar va surunkali kasalligi borlar bunday vositalarni shifokor bilan maslahatlashib iste'mol qilishlari kerak bo'ladi. Sizga ilingan maslahatlarimiz tanangizga shifo bo'lib, bizni sababchi qilsin. Qo'llab-quvvatlash uchun kontentga like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni aslo unutmang.